Bugun sizlar bilan do'st orttirish kitobini hech kimga buyruq berish yoqmaydi degan joyi haqida gaplashamiz. Ya'ni bilasizlar, har doim xonanglarni tozalamoqchi bo'lsanglar, yo bo'lmasam yegan narsalaringizni idishini yuvib qo'ymoqchi bo'lsangiz, kelib ayz shularni yuvib qo'y deydigan bo'lsa, o'sha endi yuvmoqchi bo'lib turdingiz, yuvgingiz kelmay qoladi. Chunki odamzodga buyruq to'g'ridan to'g'ri kelishi ichidagi egosini uyg'otib yuboradi. Bilmadim sizlarda bo'ladimi yo'qmi, lekin juda ham ko'p odamlarda to'g'ridan to'g'ri buyruq olish bu yoqmaydi. Shuning uchun shunaqa holatlarda nima qilish kerak? Siz kimgadir buyruq bermoqchisiz, uni qanaqa qilib berish kerak? Kitobda 2-3 tacha misollar berilgan. Ularni bitta-bitta tezda aytib o'taman. Ismlarini aytmayman, yo bo'lsam aniq ma'lumotlar aytmasligim mumkin, lekin kerakli narsalarni aytib o'taman. Birinchisi, misol uchun juda ham ko'p menejerlarda oldida kotibi bo'ladi. Endi ularga har doim buyruq berishdan o'rniga bitta odam, ma'lum bir odam har doim savollar berardi. Misol uchun kimdir nimadir tayyorlab kelish kerak bo'lsa, buni shunaqa qilsa bo'larmikan, buni bunaqa qilib ko'rsachi, buni qanday yaxshiroq qilsa bo'larkan deb takliflar, ya'ni fikrlashga undovchi savollar berib, shunaqaligi to'g'ridan to'g'ri emas, aylanib o'tib, misol uchun nazorat qilib, burilib, nima demoqchi bo'lganini yetkazib qo'yish. Chunki odamga to'g'ridan to'g'ri kelsa yoqmaydi. Ikkinchisi, bitta professor darsga kiradi, ya'ni kimdir mashinasini noto'g'ri joyga qo'yib qo'ygan bo'ladi. O'shini kim qo'ydi, olib tashlalaring deb baqirib urushgani kiradi. Keyin rostdan o'sha yerda noto'g'ri qo'ygan odam bo'ladi va chiqib to'g'rilab qo'yadi, lekin o'shandan keyin hamma o'quvchilar o'sha bolaga qo'shib unga yomon vaqt beradi. Misol uchun dars o'tayotganda dars qilib kelmaydi, bo'lmasam shunday qilib urushadi sessiyani oxirigacha. Misol uchun bitta korxonada qanaqadir nimadir ishlab chiqarish kerak bo'lgan korxonada ularga juda ham bir nimani tezda tugatish kerak bo'lib qoladi. Misol uchun 30-kungacha tugatadigan bo'lsa, o'shani tezroq tugatish kerak bo'lib qoladi. Menejer ishchilarga qanaqa qilib tushuntirishni bilmaydi. Borib turib, misol uchun tezroq ishlaring, tezroq ishla demaydi, tezroq tugatib ber deydi. Nabarat savol beradi. Misol uchun qanaqa qilib tezroq tugatsak bo'ladi, nima kerak bo'ladi men tarafdan so'ranglar deydi. O'sha yerdagi odamlar bo'ldi qilib tashlaymiz deb turib, o'shangacha даже ertaroq tugatib qo'yadi. Ya'ni o'zingizda ham shunaqa bo'lsa kerak. Hech kim sizlarga to'g'ridan to'g'ri buyruq bersa, "Bor mana shuni qil" desa yoqmaydi, lekin chiroyli tushuntirib, aylantirib so'raydigan bo'lsa yoki misol uchun maslahat berib, misol uchun o'zingizlardan fikr olib, nimadir qilishinglarni xohlasa, sizlarga yoqishi mumkin. Shu videodan qissadan qissasi, o'sha kitobda aytilgan narsalarning qissadan qissasi shuki, odamlarga to'g'ridan to'g'ri buyruq bermang va ulardan savol so'rang. Keyin shunda xohlagan ishingizni qildirsangiz bo'ladi. Ko'chada mana shunaqa havo bo'ladi.